Agarda hammasi yaxshi bo'lsa, unga qattiqqo'llik qilish kerak emas. Uni biz yo'naltirishimiz kerak. Unga nisbatan mas'uliyatli bo'lishimiz kerak. Qattiqqo'llik ham uni intizomini rivojlantirish uchun oldida turib, masalan, mehnatga o'sha nima deydi? Mehnatga uni bosishimiz mumkin, o'ziga foyda. Unga отжимание, приседание, qiz bola bo'lsa, uy ishlari, boshqasi ilm berib qattiqqo'llik qilishimiz mumkin, lekin bu uni o'ziga foyda, unga zarar emas. Ammo farzand har doim bilishi kerak, bu narsani, что biz ota-onamiz unga Azroil emasmiz, biz maxluq emasmiz, u qo'rqishi kerak bo'lgan inson emas. Bu narsalar senga kerak, men bo'lsa, seni orqangda любой payt turaman. Farzand bizga quloqsiz bo'lishi bu normal holat. Juda normal holat. Farzand erka bo'lishi bu normal holat. U erka bo'lish uchun tug'ilgan. Faqatgina erka farzand u sakraydi, u to'polon qiladi, bizga noqulay, bizni boshimiz og'riydi. Keyin uni o'sha ramkaga tiqamiz. Spogina, o'sha xo'p bo'ladi deb bitta joyda o'tir, mana shu tarbiyada hisob, bu tarbiya emas, u tarbiyali emas, u shaxsini sindirgan hisoblanadi. Ya'ni biz uni sindirganmiz.